Tizza bo'g'imida tushuntirdim-ku. Tog'ay qatlami bo'ladi sonda. Bo'g'imni ichida Minsk deymiz, tog'ay disk bo'ladi. Bu yerda mashina amortizatsiyasida siz yukingizni ko'taradi. Sizda mana chap tomonni oyog'ingizni ko'rsak, tashqi tomoni keng. Ya'ni hozir tizza bunda o'ng tizza edi. Tashqi tomoni keng, demak mana Minsk to'la hali turibdi, lekin ichki tomoni bir-biriga yaqinlashib qolganda. Bu degani ichki tomonda Minsk o'zini xususiyatini yo'qotgan, ya'ni vazifasini bajarmayapti. Shuni hisobiga sizda bu tog'ay qatlami, sonli tog'ay qatlami, boldiri tog'ay qatlami bilan ko'p ishqalangani uchun mana bunaqa osteofit hosil bo'lgan. Xalq tilida tuz deb qo'yadi-ku. Tuz deydi. Shunaqa narsa. Endi sizni hali bo'g'imingizning ichida suzib yurgan deganingiz xondron tana deymiz. Bu tizzani orqa tomoniga joylashibdi. Mana bu bulutga o'xshaydi, ko'ryapsizmi? Katta bo'lgan ekan. O'sha tizzani orqa tomoniga borib joylashib, suyagingizga o'zi yopishib qolibdi. Endi bu ko'chmaydi, xudo xolasa. Keyin yana bitta muammo, tizzani umumiy og'riq bo'lishi sabab tizza qoplog'i normada harakatchan bo'lishi kerak. Ikki yonga, bo'g'imni bukib yozganda bu harakatchan bo'lishi kerak-da. Sizda shu tizza qoplog'ining tagida ham tog'ay bo'ladi. Shu ko'chgani uchun bu qismga endi yopishib qolganda. Yon tomondan ko'rsak, qopqoq son suyagiga yopishib turibdi. Normada bunaqa bo'lmasi kerak, bo'sh bo'lishi kerak. Oyog'ingizni uzating-da. Qo'limga tashingchi. Qarang, qatib qolgan. Bunisini ko'ringizchi. Bu sal harakatchan. Lekin bu shuni patelofemoral artroz deymiz. Tizza qoplog'i bilan sonni orasidagi artroz. Mana shu umumiy og'riqni shu beradi ko'pincha.